yoqilg'ini maksimal darajada testimiz shartlaridan yana bittasi DMI tizimi haqida ham ma'lumot berib boraman. Og'zigacha olib borib quydik. U nimaga elektronik variator deb nomlanadi? G'ildiragiga hech qanaqa ulanmaydi. Qayrilib olishdan nazorat qildik. Pasportida bu to'g'ri deb yozilgan. Yamalarni obработка qilishi 60 km/soat tezlikdan oshiradigan bo'lsangiz, ichida ishlatilgan materiallar 0 dan 100 ga chiqishi 13 kilovatlik versiyasida. Benzin quyib, realniy holatini ko'ramiz. Uni biz isbotladik. Faqat qanaqa holatda? Assalomu alaykum. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p guvohi bo'lyapmiz. Gibrid tizimi qanaqa ishlashi, gibrid tizimida yoqilg'i sarfi qanaqa bo'lishi bo'yicha juda keng bahs va munozaralarga guvoh bo'lyapmiz. Ayniqsa BYD kompaniyasi bozorga juda bir kuch bilan kirib keldi. O'zini DMI texnologiyasi bilan, ya'ni gibrid texnologiyasi bilan shuni qanaqa ishlashi, yoqilg'i sarfi qanaqa bo'lishi bo'yicha juda keng bahs va munozaralar bor. Meni kanalimni kuzatib borayotganlar yaxshi bilishadi. BYD Chazor avtomobilini test qilganimda aytganmanki, bu avtomobilda kitobi bo'yicha yoqilg'i sarfi 100 km ga 307-308 litr deganman va shunda izohlarda bir keng bahs va munozaralarni uchratdim. Ikkiga bo'linish bo'ldi. Bitta taraf aytdiki, yo'q, kitobida yozilgan 307-308 litrga chiqa olmaydi bu mashina. Undan anchagina ko'p deyishdi. Kimlardir aytdi, yo'q, 307-308 yeydi, balki undan ham kam yeydi deyishdi. Kelinglar shu narsaga, shu bahs munozaralarga nuqta qo'yish uchun yana bir marta test o'tkazamiz. Ushbu testimizni o'tkazish uchun BYD ning rasmiy dilerlik markazlaridan biri hisoblangan Voros Motorsning BYD Keles dilerlik markaziga tashrif buyurdik va ulardan mana shu ayni ko'rib turgan BYD Song Pro DMI avtomobili va BYD Chazor avtomobillarini testga olamiz va real hayotda o'zimiz tekshirib va bunga oxirgi nuqtani qo'yamiz. Bu avtomobillarimiz testi qanaqa tartibda o'tkaziladi? Ikkala avtomobilga ham yoqilg'ini maksimal darajada to'ldiramiz va to'ldirgan joyimizdan o'sha yoqilg'i quyish shoxobchasidan boshlab 100 km masofa bosib o'tamiz. Iloji boricha harakat qilamiz aralash rejimda bo'lishiga, ya'ni trassa va shahar ichida probkalarda, o'sha tirbandliklarda harakatlanib, maksimalniy avtomobilda aralash siklda qanaqa yoqilg'i sarf bo'lishini bilishga harakat qilamiz. Testimiz shartlaridan yana bittasi bu avtomobillarning akkumulyatorini 25% zaryad bilan boshlaymiz. Nimaga? Chunki bu avtomobil DMI gibrid tizimi shunaqa ishlanganki, shunaqa aqlli tizimki, agar unda akkumulyatorda zaryadi ko'p bo'ladigan bo'lsa, 25% dan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ko'proq elektrodvigatelga yon bosadi. Bu degani benzin dvigatelini nisbatan kamroq ishlatadi va bu haqqoniy test hisoblanmaydi. Bu avtomobil ko'proq elektr rejimda harakatlanishga olib keladi. Biz nimani xohlayapmiz? Haqiqiy gibrid rejimida mashina qanaqa yoqilg'i sarflaydi. Buning uchun biz akkumulyatorni 25% dan boshlaymiz. Bu degani mashina benzin dvigatelga ham, elektr dvigatelga ham bir xilda yon bosadi, bir xilda ikkalasidan foydalanadi. Shuni oqibatida biz eng haqqoniy ko'rsatkichlarga ega bo'lamiz. Agar biz akkumulyatorni 25% dan kam qiladigan bo'lsak, avtomobil ko'proq benzin dvigatelga yon bosish oqibatida rasxod, ya'ni yoqilg'i sarfi ko'proq bo'lib ko'rinadi. Bu ham haqqoniylikka to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ikkala dvigateldan bir xilda foydalanish oqibatida biz haqiqiy avtomobillarni pasportida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarga to'g'ri keladimi yo'qmi shuni aniqlaymiz. Xo'p, bu testimiz sizlarni zeriktirmasligi uchun yo'l-yo'lakay BYD ning DMI tizimi haqida ham ma'lumot berib boraman. Qani ketdik. Avtomobilimiz yuqori sifatli 95 benzin talab qilgani uchun 95 benzin bilan o'z bakka to'ldiramiz. Mana ko'rib turganinglardek dagarlavini og'zigacha olib borib quydik. Chunki hozir 100 km haydaganimizdan keyin yana xuddi shuncha qo'yamiz. Ko'zimiz bilan aniq bila olamiz qancha benzin ketganini. Bo'ldi. Bizning yo'nalishimiz qanaqa bo'ladi? Taxminan 50 kilometrga borib, 50 kilometr yana orqaga qaytamiz. Shunda 100 kilometr bo'ladi. Chunki biz yana xuddi shu yoqilg'i quyish shoxobchasiga qaytib kelishimiz kerak. Shunda bizda aniq ko'rsatkich bo'ladi. Chunki o'zingizlar bilasizlar, yoqilg'i quyish shoxobchalarida ko'rsatkichlar hammasi har xil bo'lib qolishi mumkin, ehtimoli bor. Shuning uchun bitta yoqilg'i quyish shoxobchasida bir xil yoqilg'idan bir xil
apparatni bir xulosh оборудованияda qo'yib ko'ramiz, o'shanda bizda aniq qo'limizda sonlar bo'ladi. BYD avtomobilining eng katta fishkalaridan bittasi DMI tizimi. Dual Mode Intelligent deb расшифровка qilinadi. Ya'ni bu juda ham aqlli gibrid tizim. Buni men to'liq va tushunarli qilib tushuntiradigan bo'lsam juda uzoq vaqt oladi. Buni men o'zim texnik blogimda batafsil tushuntirib beraman, lekin hozir men qisqagina xalq jaydaritida tushuntirib berishga harakat qilaman. Dual Mode Intelligent tizimi bitta moduldan tashkil topgan. EHS deb nomlanadi. EHS moduli buni avtomobil ishlab chiqaruvchilar tilida ECVT ham deyiladi, ya'ni elektronniy variator. U nimaga elektronniy variator deb nomlanadi? Sababi modulning ichida o'sha modul orqali g'ildiraklarga kuch boradi va u g'ildiraklarga boradigan kuchni ikkita dvigatel orqali olinadi. Birinchisi elektrodvigatel, o'sha modulning ichida joylashgan elektrodvigatel. Elektrodvigatelga quvvat mana bu pol ostida joylashgan akkumulyatordan quvvat olgan holda elektromotor aylanib g'ildiraklarni aylantiradi. Bu birinchi rejimi, bu toza elektr rejimi hisoblanadi. Endi ikkinchi rejimi bor. Bu seriyli gibrid rejimi. Bunda qanaqa bo'ladi? Mashinani tasavvur qilaylik, akkumulyatorida quvvat kamaydi, quvvat zaxirasi kamaydi. Deylik 25% dan kamayib ketdi. Bunaqa holatda motor generator bor. O'sha generator aylantirishi hisobiga hosil bo'lgan tok bilan akkumulyator to'ldirib boradi. Bu xuddi Lisian yoki Leapmotor avtomobillaridagi seriyali gibrid bilan birga bir. O'sha ichki yonli dvigatel faqatgina quvvat ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. G'ildiragiga hech qanaqa ulanmaydi. Endi 3-rejimi bor. 3-rejimida qanaqa? Agar avtomobilda siz tezligini misol uchun 60 km/soat tezlikdan oshiradigan bo'lsangiz yoki avtomobilda quvvat zaxirasi juda ham kamayib ketadigan bo'lsa va avtomobildan siz ko'proq quvvat talab qiladigan bo'lsangiz, benzin ichki yonuv dvigateli nafaqat akkumulyator to'ldirish uchun, balki g'ildiraklarni aylantirish uchun xizmat qiladi. Bu uchun qanaqa? O'sha EHS modulining ichidagi g'ildiragiga ketadigan o'qqa ichki yonuv dvigatelini toshi borib ulanadi. Ichki yonuv dvigateldan kelayotgan o'qda ikkita tosh bor. Birinchisi generatorga, ikkinchisi o'sha g'ildiraklarga ulangan. G'ildiraklarga ulangan qismi seriyali gibrid paytida ishlamaydi. Siqilmagan bo'ladi. Parallel gibrid rejimiga o'tganda u siqiladi va g'ildiraklarni aylantirishga yordam beradi. Shuni hisobidan siz avtomobilda ham bir paytda o'zida akkumulyatorni quvvatlash, ham g'ildiraklarni aylantirish uchun foydalanasiz. Bu 3-rejim, ya'ni parallel gibrid rejimi. Endi 4-rejim bor. Bu qanaqa bo'ladi? Avtomobilda tasavvur qilaylik, akkumulyatorda quvvat juda ham minimal qoldi. Misol uchun 0 deylik, juda ham minimal darajada qoldi yoki avtomobilda siz juda katta tezlikda, misol 100 dan baland tezlikda, 120, 130 yoki 140 juda katta tezlikda trassada haydayotgan paytingizda avtomobilni elektrodvigateli deyarli ishlamagan holatda asosiy kuch benzin dvigateldan olinadi. Benzin dvigatel u yoqda nima vazifani bajaradi? U akkumulyatorga tok berish emas, maksimalniy ishlab, maksimalniy оборотda ishlab turib, akkumulyatorga tok berishdan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri elektromotorni va g'ildiraklarni aylantirish bilan shug'ullanadi. Buni sababi bor. Mashina katta tezlikda harakatlanayotgan paytida 120, 130, 140 tezlikda unga juda katta elektr quvvati talab qilinadi elektrodvigatel aylantirish uchun. Uncha quvvatni yetkazib berish uchun akkumulyator kuchi yetmaydi. Va buni kuchi yetmaganligi uchun akkumulyatordan keladigan tok to'xtatiladi va to'g'ridan-to'g'ri tok o'sha ichki yonli dvigateldan elektrodvigatelga beriladi va bir vaqtning o'zida g'ildiraklarga beriladi. Bu nimaga qilingan? Bu avtomobilda o'sha EHS tizimi shunaqa aqlliki, o'sha DMIdagi I, ya'ni intelligent aqlliki eng optimalniy rejimni tanlaydi. Bu avtomobil uchun eng optimalniy rejim nima? Eng minimalniy yoqilg'i sarfi uchun, misol uchun men hozir talab qilayotgan avtomobildan tezlik 60 km/soat.
Men avtomobildan juda katta tezlik talab qilmayapman. Katta nagruska yo'q, avtomobilda juda katta yuk yo'q. Avtomobil norma da haydalmoqda. Bunaqa holatda avtomobil o'zi o'ylaydi. Hozir menga nima kerak? Elektrodvigateldan qancha quvvat tortishim kerak? Benzin dvigateldan qancha quvvat tortishim kerak? 60 km/soat tezlikda haydayotganingizda, misol uchun seriyni gibrid holatida o'sha miyasi aytadiki, 60 km/soat, mashina katta nagruska yo'q, hammasi joyida. Benzin dvigateldan menga quvvat kerak emas. U akkumulyatorni o'zini to'ldirib turaversin. Men elektrodvigatelni quvvat hisobiga yursam ham menga yetarli deydi. Va elektrodvigateldan ko'proq quvvat tortadi. Agar siz tezligingizni oshirganingiz sari, mashinaga nagruska tushgani sari elektrodvigateldan kelayotgan kuch kamayib, ko'proq e'tibor o'sha ichki yonli dvigatelga o'taveradi. Shuning uchun ham bu avtomobildagi o'sha tizim EHS tizimi ikkinchi nomi ECVT, ya'ni doimiy nisbat, doimiy o'sha g'ildiraklarga boradigan uzatmalarning nisbati o'zgarib turadi. Qaysi dvigateldan qancha tok tortish kerak? Akkumulyatordan qancha tok tortish kerak? Qaysi holatda qaysi dvigatel ishlatgan ma'qul? Bularning hammasini mana shu EHS tizimi o'zi nazorat qiladi. Shuning uchun ham bu juda ham aqlli tizim hisoblanadi. Mana o'zingizlar guvohi bo'ldinglar, shaharda tirbandliklardan chiqib, yangi yo'l bilan mana shu trassa bilan keldik. Deyarli yarim shahar, yarim trassa rejim bo'ldi, aralash sikl. Demak, mana shu nuqtagacha hozir biz mana shu razvorotdan, ya'ni qayrilib olishdan razvorot qoldik. Demak, mana shu razvorotgacha 4604 kilometr hisobladik. Hozir yana xuddi shuncha masofa qaytib boramiz va u yoqda yana ozgina yurib boya kirgan yoqilg'i quyish shoxobchasiga qaytib kirganimizda taxminan 100 yoki 100 dan ozgina o'tgan masofa bosib o'tgan bo'lamiz. Hozirgacha mendagi ko'rsatkichlarga qaraganda avtomobil o'rtacha hisobda 4.3 litr 100 kilometrga yoqilg'i sarfini ko'rsatmoqda. Pasportida bu 4.4 deb yozilgan. Hozircha ko'rsatkichlarimiz yomon emas. Endi qaytib borgandan keyin ko'ramiz. Bu kompyuter aldashi mumkin. Haqiqiy benzinni quyganimizdan keyin biz bilishimiz mumkin bo'ladi qancha rasxod bo'lganini. Endi chazorni ko'ramiz. Demak, To'lqin aka, sizda qanaqa rasxodlar? Demak, o'rtacha 3.5. Demak, bu avtomobilni pasport ko'rsatkichi 308 yozilgan. Hozir mana 46 kilometr yurib kelgan bo'lsak, o'rtacha 3.5 mi ko'rsatdi. Boya aytganimdek, kompyuter adashishi mumkin. Buni faqat oxirida benzin quyganimizdan keyin bilamiz haqiqiy ko'rsatkichni. Xo'p, avtomobil mana hozir deyarli 50 kilometr haydadik. Shu vaqt oralig'ida olgan taassurotlarimiz bilan bo'lishim keldi. Passatga menga juda ham yoqdi. Birinchi narsasi. Ikkinchisi, mashina so'ngga nisbatan ozgina jo'stkoroq. Shuni men sezdim. Lekin abrabotka qilishi, mana yamalarni abrabotka qilishi yomon emas. Mashinani tortishi, yurishi, dinamikasi meni qoniqtirdi. Juda ham yaxshi. Shahar uchun juda ham yaxshi. Rul o'sha hamma BYD-lardagidek bir xil elektrik usilitel bu yoqda. G'ildirakga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanmaganini his qilasiz, lekin bu avtomobilning aynan shuni rulida men nimani sezdim? Ozgina og'irlik, sun'iy og'irlik berilgan. Kalibratsiyasi yaxshiroq. Ichida ishlatilgan materiallar, eshiklarda yumshoq materiallar ishlatilgan, mana bu yoqlarda ko'zzaminitelь, qo'l ushiydiganlari, torpeda qismlarida yumshoq materiallar ishlatilgan ekan. Bu albatta yoqimli. Agar bundoq vizualni o'pshi qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatda saloni chiroyli. Men salonida unaqa bir kamchilik ko'rmadim. Hamma narsa juda ham chiroyli. Endi men bitta narsani xohlardim, mana shu o'rtadagi haydovchiga ko'rinib turgan tabloni usti yopiq bo'lishini xohlagan bo'lardim. Qanaqadir quyosh ta'sirida, qanaqadir tikka quyosh tushgan holatida ko'rishga ta'sir qilar ekan bu narsa. Shuning uchun bu usti yopiq bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi, maqsadga muvofiq bo'lardi. Avtomobilda pasport ko'rsatkichlari keladigan bo'lsak, avtomobilda hozir benzin dvigatel bor, 110 ot kuchini beradigan.
elektromotor 197 ot kuchini beradi va umumiy tortish kuchi Newton metr 325 Newton metr beradi. Bu juda ham yaxshi. Avtomobil 0 dan 100 gacha tezlanishi 8,1 sekundda deb ko'rsatilgan. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich shahar rejimida, shahar sharoitida haydash uchun. Endi juda ham ana ultra tez avtomobil deb bo'lmaydi, to'g'ri, lekin shahar rejimida haydash uchun yetarli. BYD Song Pro avtomobili 3 ta pozitsiyada sotuvda mavjud. Birinchi, ikkinchi pozitsiyalari 71 kilometr yura oladigan 13 kilovatli akkumulyatorli versiyasi, toza elektr rejimida 71 kilometr yura oladi va bu 3-pozitsiyasi, eng oxirgi pozitsiyasi. Bunda 18 kilovatli akkumulyator va toza elektr da yurish quvvati 110 kilometrga yetadi. Qolgan konfiguratsiyalar, ot kuchi, hamma narsasi bir xil. Faqat 0 dan 100 ga chiqishi 13 kilovatli versiyasida 8,5 sekund, 18 kilovatli mana shu 3-pozitsiyasida 8,1 sekund qilib belgilangan. Lekin birontasida maksimal tezlik ko'rsatilmagan. Naq 102,4 kilometr yurdik. 4,9 litr kompyuter bizga rasxodni aytyapti. Endi hozir benzin quyib, realniy holatini ko'ramiz. Chunki kompyuterda doimo to'g'ri ko'rsatmaydi. Qani aka, bismillah, boshladik. Qani qancha ketar ekan? Bitta qiziqchilik to'g'ri mashinani. Bak. Ha, hali ketar ekan. Ha, ketdi. Aka, sizga keldimi? Ha. Mana, bo'ldi. 4.2, zo'r. Yo'lda qo'ydingiz. Mana go'mi? Ketdi. Mana ko'rib turganingizdek 4.2 litr benzin. Mana olib keling kamerani, dagarlavini, mana benzin. Boya xuddi shu holatda biz harakatni boshlagan edik. Shu holatda tugatdik. Kompyuter aldiydi degandim. 4.9 ko'rsatyapti. Aslida 4.2 litr biz rasxod qilamiz. Demak, endi Chazor'ni ko'ramiz. BYD Chazor avtomobilimiz 100 km, 300 metr yuribdi. Xo'p, 4.1 litr. Bu yerda ko'rsatyapti kompyuteri. Bunga benzin quyib ko'ramiz, qani qancha rasxod bo'lgan. Orada kilometrajda farqi bor, sababi ikkalamiz ozgina yo'lda uzilish bo'lib qoldi. Bitta razvorot ko'proq yurib qo'yish uchun bu 102 km, bu 100 km. Mana akalar, ko'rib turganingizdek 4.1 kompyuteri bilan bir xil sifat chiqdi. Endi salonga qaytamiz va xulosa qilamiz. Xo'p, xulosa o'rnida nima deyishim mumkin? Avtomobillarni pasportda ko'rsatilgan yoqilg'i sarfiga erishish mumkin. Uni biz isbotladik. Faqat qanaqa holatda? Yaxshi yoqilg'i va haydovchini faktorini hisobga olganda. Agar siz mashinani qiynamasdan, o'sha shahar tezlik ограничениялariga rioya qilgan holda qiynamasdan mashina haydaganingizda bemalol pasport natijasiga erishish mumkin. Agar undan oshib ketayotgan bo'lsa, agar sizning mashinangiz, demak yo'lda siz mashinadan ko'proq narsa talab qilasiz, ko'proq ot kuch talab qilasiz, ko'proq tapib qolasiz gazni, gaz bilan ko'p ishlayapsiz, agressivniy haydayapsiz. Va balki yoqilg'ingiz ham uncha yaxshi sifatdagi yoqilg'i emasdir. Demak, agar videomiz ma'qul bo'lsa, o'zingizlarning kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda nima mashinalarni test qilishimiz kerakligini yozib ketinglar. Hammaga rahmat.